Bu mana ikkinchi shonam. Bugun men bularni mehmon qilaman. Xuddi olib keldim. Brick and mortar, but Yeah. over there, Nick. the real. Nick. It's great, you know. Yeah. Yeah. Good. Zakaz berdim. Zakaz printerdan olyapti. Printerdan oladi. Xo'jayinga ko'rsatadi. Ko'rsatmasa, borib ikkalovi tertlashadi. Aka-uka bilan. Bu ofis. O'tiramiz. Nick, take one. Yes, take please. Chris, please. Any of them. Yes, and you use the plate. You can grab a drink also, please. Hot dog. Reklama. Bu hammasi pizzani korobkalari orqandagi. Bu yoqda restoranni kuxnasida ishlatiladigan narsalar. Bu yoqda restoranni zalida ishlatiladigan narsalar. Bu yoqda restoranni podvolida ishlatiladigan narsalar. Bu hammasi restoranning narsalari. Ertalabdan kechgacha faqat shu restoranning narsalari bilan yuravanda. Bunaqa alyuminiy to'rtburchak idishlari, dumalog'i bor. Dumaloqning kattasi bor, chirog'i bor, to'rtburchagi bor, mamlaqasi bor. Buni chunqurrog'i bor, mana chunqurroq. Mana sendvich. Sendvich oladigan plastmas idish. Mamlaqa tortdan tagiga qo'yilgan narsa, tort korobkalari. Niki ham mana ovqat solib sotishadigan plastmas idishlar. Bundan ham bor. Mana idishlarni bilasizlar-ku? French fries solib berishadi, ichiga burger solishadi. Bilasizlar? Bundan ham bor. Bilasizmi? Qanday bo'ladi? Bilasizmi? Eng zo'r mahsulotlarni men o'zim donalab topib yig'ishtirib olib boraman klientlarimga. Restoranni ko'chasiga qor yog'ganda sepadigan tuzigacha bor bizda. Bu meni ikkinchi uyim, mana bolalar terishadi yukka, teradida mana paletlarga solib qo'yib o'rashadi. O'ragandan keyin mashina keladi, mashinaga yuklanadi. Mana tayyorlanib qo'yilgan ko'rasizlar, yuklanib tayyorlanadi, mashinaga solinadi, meni klientlarimga olib borib berishadi. Mana shunaqa men ishim shu.